Ben Adil Yasin Bilgiyat yaşayman. Ben inim üçün guvalık vermen. İnimning ismi Ömer Yasin. 1990 yılı 5. ayın 16. günü tug'ilgan Xotan Gumnayisida 29 yaş. Başlangıç seviyesinde inim hazır 1 Ağustos Polat Tömür şirketida ishlaydi. U ishlayotgan ishlash jarayonida akirib ketganligini uqdim. Sebebi men yani aksi Adil Yasin chet elda bo'lg'achqa akirib ketgan 2018 yılının o'tirda Xitoy mening inim gunohsiz shartsiz inimni qo'yib xalqaro jamiyatning Uyg'urlar uchrayotgan bu zulmga sukut qilib turmay jiddiy tadbir qo'llanishini umid qilaman.